Mani elim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Ayni paytda biz Toshkent mahalliy aeroportidamiz. Bugun oq bo'rilar O'zbekiston milliy terma jamoa futbolchilari aynan Toshkentga yetib kelishadi. Odam xotirjam o'zbekim, mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yoqli xarobotilar. Ko'rib turganingizdek, aeroport oldida muxlislar soni tobora ortib bormoqda va orqamda turgan maxsus samolyotda oq bo'rilar tushib kelishmoqda. Ularni bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashorat. Masalan, futbolchilar Yevropa darajasida qanaqa o'ynash kerakligi, qanaqa urovga chiqish kerakligini ko'p bor tushuntirib, hamma sharoitlarni ham yaratib beryapti. Xudo xolasa Osiyo chempionatigacha yana ozroq vaqtimiz bor. Unga albatta mana shu bizni rezultatimizga qaramay shunaqa kutib olgan muxlislarimiz va yurtboshimiz ko'p bor maqtaganini biz uchun o'sha Osiyo chempionatidan oldin avans deb qabul qilamiz va yaxshiroq natija ko'rsatib xursand qilishga harakat qilamiz. Natija bo'lmagandan keyin hamma aybdor qidiradi. Bu yerda faqat murabbiyning aybi emas, albatta hamma futbolchilarning ham aybi qayerdadir ko'rsatmalarni to'g'ri bajarmaganmiz. O'shaning evaziga ham shunaqa bo'ldi deb o'ylayman. Bu butun nima deydi? Mag'lubiyat bo'lsa butun jamoani mag'lubiyati bo'ladi. G'alaba bo'lsa butun jamoaniki bo'ladi. Hech qanaqa unaqa nima deydi? Individual tarzda kimnidir ayblab bo'lmaydi bu yerda. Yosh emasligimni va bor kuchim bilan harakat qilib, xalqimizni xursand qilishga va yetarlicha harakat qilib va ularning ishonchini oqladim degan umiddaman. Albatta hozirgacha ishonchsizlik bo'lyapti, lekin men barcha harakat qilib, Xudo xolasa bu ishonchni oqlashga harakat qilaman. Menga ishonchlarini xohlayman. Albatta hozircha takliflar bor, muzokaralar o'tkazamiz va kelishib eng yaxshi variantni taklab o'yin amaliyotida egalli jamoaga borib o'ynash. O'zbekim